Free Fire'ga uncha qiziqmayman-ku, o'ynayman, yoqtiraman. Lekin Minecraft yo ana Free Fire tanlang deganda men Minecraft tanlagan bo'lardim. Sizga qanaqaligini izohlarda yozib keting. Hozir ati 14 tagina daraxt chopibmiz. Ho'p! 14 tagina ya. Hozir biz shaxtaga tushsak o'lib ketamiz. Shuning uchun tepaga chiqib hozircha biz faqat ko'mir olay desam yo'q. Mana bunaqa turishi. Go'sht kerak hali bizga. Chopdik. Yana shuncha qo'ya. Men bu turishda yo'q. Go'shtlarim. Men go'shtni olishim kerak. Go'sht eng keraklisi. Hozir qornim ochib qolgan payt nima yeyman go'sht bo'lmasa? Non kerak, to'g'ri, non, lekin qishloq topish qiyin. To'g'ri, hozir biz qishloq ham topamiz. Mana qo'ylar o'ldirib ketayinda. Obunachilar, hozir biz yotoq yasab olaylik. Ko'rib turibsizlar, hozir men uxlab yuboray. Hozir buni ikkinchi qismini ham olaman. Hozir oyim chaqirib qoldi. Tezroq pesh bo'lsaydi uxlab bo'lmayapti. Hoppa. Hozir uxlab boramiz. Davay, ana uxladi. Mahluqlar kelmadi, to'g'ri. Hozir video hozircha tugadi. Ikkinchi qismini olaman. Hozir ishimni qilib yuboray.